Danlıq yazğıcı Jaloliddin Bahram vafot bo'ldi. 2019-yılı 5. ayının 16. günü danlıq yazğıcımız Jaloliddin Bahram Şərqi Türkistanның Ürümçi şəhərində 77 yaşında vafot bo'ldi. Uyğur ədəbiyyatımızdakı mo'l usulluq yazğıcılarımızın biri Mahir rəssam Jaloliddin Bahram 1942-yılı 8. ayının 16. günü Şərqi Türkistanның G'ulji şəhərində bir tükkichi ailəsində dunyoga kelgan. Onun atası Bahram Efendi usta hünərvən bulubla qalmay, bəlkə ili naqşlarını haqdadığa yetkizib aytadigan xalq naqşçisi, yazğıcı həm rəssam idi. O mərifətpərvər adam bulub, xush fe'llik və çaqçaqçılıq bilan alayda ko'zga tashlanib turardi. O zerek həm tetik cho'ng bo'layotgan o'g'liga xalq cho'chaklari və dastallarını cho'nqur hissiyat bilan so'zlab beradi. Shundaqla uningga har xil rasmlarni ko'rsatib, rassamlikning sehri kuchini tariflaydi. Şuna Jaloliddin Bahram mening yumron qalbimga adabiyot san'at urug'larini chechib, rassamlik va adabiyot bixlarini yetishtirgan otamni har doim mamnuniyat bilan eslayman, deydi. Jaloliddin Bahram 1950-yildan 1954-yilgacha G'ulji shahridagi Ro'shan boshlang'ich maktabida, 1954-yildan 1957-yilgacha Ili o'tir maktabida o'qigan va maktabning rasm, adabiyot kurjuklariga qatnashib, maktab tashviqot taxtalarida tunji qitim balliq hissiyoti bilan yozgan she'rlarini e'lon qilgan. 1957-yili Urumchiga o'qishga kelib, 1958-yilgacha Millatlar institutining rasm sinfida o'qigan. 1958-yili San'at instituti qurilgandan keyin 1958-yildan 1961-yilgacha San'at institutining rasm kasbi sinfida o'qigan. Jaloliddin Bahram xizmatga qatnashgandan keyin 1961-yildan 1976-yilgacha Xotan noyisining Sayshanba bozori o'tir maktabida o'qituvchi bo'lib ishlagan. 1976-yildan 1981-yilgacha Xotan noyilik madaniyat yurtida xizmat qilgan. 1981-yildan boshlab Xalq nashriyotining Go'zal san'at bo'limida mudir muharrirlik xizmatini o'tagan. Jaloliddin Bahramning adabiy ijodiyot faoliyati 1963-yildan boshlangan. U dastlabda kichik tipdagi sahna asarlarini yozgan, lekin 1966-yili madaniyat inqilobi boshlanishi bilanla uning umr xotiralari qatorliq povestlari hamda saqlab kelgan e'tiborli kitoblari bo'lib ketilib, Noyning Gulbaq rastisida ko'ydirilgan. Madaniyat inqilobi deb atalgan ofatlik yillarning bo'ronlarida ushshuk tekkan va qo'shko'llarda ishlashga surgun qilingan. Kandidat Ali muharrir az sonliq millat yozuvchilari ilmiy jamiyatining a'zosi Jaloliddin Bahram Uyg'ur yozuvchilar ichida eng ko'p roman yozgan va Uyg'ur romanchiligining taraqqiyotiga zo'r to'kib qo'shgan yozuvchilarning biri. Jaloliddin Bahram adabiy ijodiyot bilan shug'ullanib, hozirgacha 10 parcha hikoya, povestlar to'plami, 14 parcha roman, 16 televiziya filmi, jami 29 kitob, 16 televiziya ssenariysi yozgan. Bulardan boshqa u yana qadimki Uyg'ur ovchilari Molla Musa Sayrami, Farabi qatorliq necha 10 parcha nodir rasmlarni chizgan. Uyg'urcha, qozoqcha, qirg'izcha, mo'ng'ulcha, shibacha 500 parchadan ortiq kitobning muqovasini laylagan va minglagan qisturma surat, ko'nchak naqshlarni ishlagan. Uning Manas dastonining muqovasi qatorliq bir qancha rasm asri mukofotlarga erishgan. Ona Mehri nomli hikoyasi 11-navbatlik Xon-Tangri adabiyot mukofotiga erishgan. Bir qancha parcha asri o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilarining til adabiyot darslariga kirgizilgan. Prozning hikoya, povest, roman turlarida to'xtamay qalam tavratgan. Bu Harmas Tulparning Qamg'oq, Qabri beshidagi tush, Donur Tag'a, Qochqun qatorliq nodir povestlarini Mehrgiya, Liyg'an buloq, Notvollar, Ko'mirchi bola, Taklimkon o'g'li, Hayot qismati, Aqlli qiz, Ko'ni qopqon, Omad va ofat, Almas artishi qatorliq romanlarni varaqlaganimizda yozuvchining hikoya qurashtirish, obraz yaratish, til shiltish jihatlarda yuqori badiiy saviya yaratganligini ko'rib olaymiz. Bo'libmi yozuvchining Uyg'ur prozchiligimizda hozirgachilik 3 tomdan eshib ketgan romanlarning tunjisi hisoblanadigan 6 tomliq Liyg'an buloq romandagi hikmat, Komil, Gulzubalarning madaniyat inqilobidan iborat ashu qizil terrorlik hukm surgan yillarda beshiga kelgan fojialar yurak tarlarimizni chekib, ko'zlarimizdan ixtiyorsiz yosh oqqizadi.
Ana shu madaniyat qirg'inchiligi hozir Sharqi Turkiston xalqining beshida qayta takrorlanayotgan mushundaq bir vaqtda Jaloliddin Bahramdek peshqadam bir yozuvchining oramizdan ketib qolishi biz uchun og'ir musibatdir.